Assalomu alaykum vatandoshlar. Biz mana yana navbatdagi darvozamizni bir Fayzli xonadonga olib o'rnatib berdik. Bu darvozamiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Miltiqchi qishlog'iga olib o'rnatib berdik, Sarvar akamizning xonadoniga. Bu darvozamiz shu trenddagi taraqqiyot darvozamiz. Materiallar bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, darvozamiz ponni qalin materialdan foydalanganmiz. Videomizni boshida narxini aytib o'tib ketamiz. Darvozamizni 1 kvadrat metrini 1.100.000 so'mdan olib o'rnatib berdik, hamma yo'g'i ichida. Darvozamizda stoykalari 8x8, qalinligi 2.1 stenkada, listlarimiz ham 2 stenkada. Ponni qalin 6x4 profillarimizni ham qalindan foydalanganmiz. Darvozamizning shu tagi mana shu bo'rtib turgan joylari 2 qavat, o'rtadagi denlasi 2 qavat shumkali bo'lgan. Yonida delalarga mana nejvinkalarni yopishtirib, 2 chaspalar qo'yib, cho'tkilab olib o'rnatib berdik. Zamogimizni ham mana yaxshi original zamoglardan olib qo'yib berdik akamizga. Mana darvozamiz akalar. Darvozamiz orqa tarafini ochilib bekilishlarini bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Darvozamiz bilan orqa tarafiga kelar. Zatorni ichiga qo'yib bering deshodi, ichiga qo'yib berdik. Bekilar. Aklar darvozamiz ochilib o'rinlarga qo'yib cho'tkilab olib kelib ustunovka qilib berdik akalar. Baxtiyorjon bekitib yuboring endi mana. Kraskalni ham o'sha garantiyali kraskalardan, Devo kraskalardan olib kelib sepib berdik. Kimga darvoza kerak bo'lsa akalar shu ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Dastavka ustunovkasi ichida vodiy bo'ylab 1.100.000 so'mdan o'rnatib beraveramiz. Toshkent va taraflariga 50-100 ming kvadratdan farqi qoladi. Kanalimizga yangilar obuna bo'lib qo'yasizlar akalar. Bunaqa darvozalarni yaxshi darvozalarni quryapmiz akalar. Sizlarga ma'qul kelgan darvozalar bo'lib qolsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.